2 noyabr kechida İstanbulning Avcılar rayonida noma'lum kishilar tarafidan o'q etilib, og'ir yaralangan Yusufjon Ahmad doktorxonada davolanayotgan bo'lib, 5 noyabr kuni kechida tuyuqsiz ahvol og'irlashib, nafas olish qiyinlashgan. Doktorlarning qayta tekshirishi bilan jiddiy qutqizish bo'limiga o'tkazilgan. O'q Yusufjonning bo'yin qismiga tekanlik uchun bo'yin qismi sezimchanligini yo'qotgan. Yusufjon 4 noyabr kuni kechida hozir davolanayotgan doktorxonadan boshqa doktorxonaga yetkazilishini talab qilgan bo'lsa-mu, doktorxonalarning Xitoy virusi bilan yuqumlangan bemorlar bilan to'shib ketganligini bildirgan. Munosabatli kishilar doktorxona bilan yetkazishni so'zlashganda, doktorxona mutaxassislari jiddiy qutqizishdagi kasalning yetkazishning bemorning hayotiga xavf olib kelishi ehtimoli borligini bildirib, yetkazishga qo'shilmagan. Shuning bilan Yusufjon hozirmi Baqirko'y davlat doktorxonasidagi jiddiy qutqizish bilimida davolanayotgan. Baqirko'y davlat doktorxonasining mudir vrachi Dengiz xonim Yusufjonning ahvoli to'g'risida ma'lumot bergan va Yusufjonni boshqa doktorxonaga yetkazishning keragi yo'qligini. Baqirko'y davlat doktorxonasi men operatsiya bo'limining Istanbuldagi eng yaxshi 5 doktorxonaning biri ekanligini, shunga uni boshqa doktorxonaga apirishning hojati yo'qligi va o'zlarining uni doktorxonada eng yaxshi davolaydiganligini bildirgan. Istanbul valiliqi Yusufjonga ko'ngil bo'lgan va doktorxona bilan aloqa qilib, Yusufjonni eng yaxshi usulda davolashni ta'kidlagan. Sharq Turkiston kishilik huquq kuzatish jamiyati Yusufjonni yolg'iz qo'ymaydiganligini, holidan xabar olib va davlatning soqchi ham adliya organlari bilan aloqa qilib, suiqasdchining tutilishi va jazolanishi uchun kuchaydiganligini bildirdi. Yusufjon Kusanining bildirishicha, suiqasd kuchirgan Yusufjonga ega chiqish holidan xabar olish uchun Istanbuldagi Sharq Turkiston yangi avlod harakatidan bir guruh yoshlar tashkillanib, Yusufjon Ahmadning endi 3 guruhga bo'linib, navbat bilan doktorxonada kech-kunduz Yusufjonning holidan xabar olmoqda. Egilinishcha Yusufjon Ahmad og'ir yaralanib davolanayotgandan buyon Turkiya soqchilaridan 2 soqchi xodimi har kuni doktorxonada navbat bilan Yusufjonni qo'g'damoqda ekan.